Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ayta olasizlar mana. Dori bilan yuvib beramiz bog'laringlarni. Mana shu bog'da o'tgan yili dori sepib berdik. Aka maza qildik. Olmamiz rasa bo'ldi, qurt ham tushmadi dedi. Yana faoliyat yurgizyapmiz. Klient bo'lib qoldi endi mana. Rasa vaqti hozir. Bug'doy o'rimigacha yaxshilab doralash kerak. Bug'doy o'rim paytda ham atrofda bug'doylar bo'lsa, shuni o'rishdan oldin boshlash kerak dorini. Chunki bug'doyda ichida yashaydigan hasharotlar chiqib, atrofdagi olma bog'lariga zarar keltirishi aniq.